Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan judayam mazali chiqadigan farsharovani baqlajon tayyorlaymiz. Baqlajonlarni xuddi shu videoda ko'rsatilgandek tozalab olamiz va o'rtasidan bitta chiziq qilib kesamiz. Tavada yaxshilab yog'da qovurib olamiz. Yog'da farshimizni piyoz, bolgar va pomidor solib aralashtirib tavada qovurib olamiz. Tuz va ziravorlarni xohishga ko'ra solishingiz mumkin. Bu yoqda tomatni pasta tayyorlaymiz. Tomatimizga suv qo'shib shunaqa massa tayyorlab olamiz. Pishgan baqlajonlarimizni kesilgan joydan shunaqa o'rtasini ochib, tayyor farshimizni sotib to'ldirib chiqamiz va tayyorlab olgan tomatli pastamizni ham ustidan quyib chiqamiz. Qizib turgan duxovkamizga 15-20 daqiqaga pishirishga qo'yamiz va bu orada guruch pishirishni boshlaymiz. Bu o'zgacha pishirish uslubi. Eritilgan sariyog'ga guruchimizni qaynoq suvda ivitib, keyin solamiz. Yaxshilab suv tortib ketguncha aralashtiramiz va sutligini o'chirib, ustini yopib, dimlab qo'yamiz. Guruchimiz o'zi почти pishgan holga kelgan bo'ladi. Shuning uchun u o'zini parida yana ham yaxshiroq pishishga ulguradi. Judayam mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizga saqlangiz qilishni va tanishlarga jo'natishni unutmanglar.